Bir adamning yomon niyatini bilib qolib turibmi oshkorlamasangiz, cho'ng bo'lganligingizning ifodasi. Bir odamga o'chib ketibmi, yuz o'rmasangiz, bu pishib ketilganingizning ifodasi. Dunyoda yashagan ekanmiz, ba'zi odamlar sizga yoqmaydi. Sizmi ba'zi odamlarga yoqmaysiz, sat ko'rinsiz. Buni to'g'ri tushunishga bo'ladi. Nurg'un yo'llarni besib, nurg'un qiyinchiliklarni yengib, voz kechishning nima ekanligini bilib, afv qilishning nima ekanligini bilib, ondan ish qiladigan bo'lamiz. Shunga ba'zilarning qasddan putlashlarini ko'maymiz emas, ko'masga silyapmiz, u boshqa ish emas, balki bizning pishib yetilayotganligimizdan derak berdi. Bu yosh kirgan vaqtda xo'shal o'tishga tirishing. Bir kun bo'lsin xo'shal o'ting, odatdagi do'stingiz bo'lsin, xo'shal bo'la olsangiz yaxshi o'ting. Sizni bekodir etadigan kibr va o'zgarishchan, murakkab, o'zini cho'ng tutib olgan kishilardan do'stlaringizdan amal bajaroq turgan charchab qolasiz. Boshqalarning ko'nglida o'zimizni charchadigan yoshdan o'tib ketdik-ku. Chunki sizdami boshqalarga o'xshash nozik bir qalb bor. Birovning sapasini boshqalarga tutgan muomalasi bilib olgan bo'ldi shunday. Shunga ba'zi vaqtlarda u ma'nimishqa bunday qildi, bu do'stim ma'nimishqa bunday qilganda emas, faqat chekit qo'yishni o'rganib qo'ysangiz bo'ldi.